1.223 mingta tasbih, 78 mingta kalima va istig'for, 7007 ta Ixlos surasini o'qib bugungi xatmi Qur'onni o'qib. Bu haslashgan narsa emas. Akmal aka o'zi bundan ham ko'piga munosib rozai mutahharon sizga beryapti, maylimi? Rahmat. Judayam ziyoratlarni ham mana obodxonalarga rosa mazza qildik. Rahmatdan joninglar sog' bo'lsin. Allohim yana qaytib shu nimada kelishni nasib qilsin Xudoyim. Alloh. Rahmatdan joninglar sog' bo'lsin. Xo'janing Saxovat yo'li haqida taassurotimiz qanaqa bor? Endi taassurotlarimiz cheksiz. Bu ishlar bardavom bo'lsin. Nimaiki yaxshi niyatlar bo'lsa, yo'ldosh bo'lsin. Mana ko'rmaganlarimizni ko'rdik, eshitmaganlarimizni eshitdik. Bundan keyin shu chiroyli holatda, mana shunaqa holatlarda yurishlik nasib ro'za aylasin. Tez-tez saxovat bilan birgalikda shu yerlarga kelib, birgalikda tavoflar qilib yurish nasib ro'za aylasin. Bahodirjonni ham tanajoni sog' bo'lsin, bolalarning rohatini ko'rsin. O'tganlarni rahmatiga olsin, qolganlarni salomat qilsin. Ikki dunyo saodatdan bahramand aylat, ikki dunyo balo ofatidan hammalarni o'zi saqlasin. Alloh bundan oshni ta'riflay olmayman hamda. Tinch bo'linglar, tinch. Saxovat Travel haqida taassurotlarimiz juda ham yaxshi, ijobiy. Mazza qildik, ibodatlarni ham mukammal bajardik. Hech qanday qiyinchiliklar bo'lmadi. Hamma narsa yetarli, sharoitlari zo'r. Biz juda ham xursandmiz shu Travelda kelganimizga. Rahmat sizlardan, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Meni ham juda ham taassurotlarimni til bilan aytishga ojizman. Qalbim shunaqa ham ruhim orom topdi. Mingdan ming roziman shu yerga kelib shunday amallarni bajarganimga. Sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Yana ham charchamanglar elga xizmat qilishda. Rahmat, katta rahmat. Rosa yaxshi bo'ldi. Nihoyat xursandmiz. Hech qachon bunaqasini ko'rmaganman. Rahmat o'g'li. Rosa mazza qildik. Hamma yo'li chiroyli bo'ldi. Judayam chiroyli. Rahmat. Sizga himmatinglar uchun rahmat. O'zingizlar, rizqinglar, martabalar baland bo'lsin. Qo'shganinglar bilan qo'shaqaringlar. Dunyo bu dunyosi ham bo'linglar. Doim mana shunaqa martabalar baland bo'lib yura olinglar. Doim Alloh dargohida qabul qilsin degan ishlarni. Endi taassurotini ortda chopib yetolmaysiz. So'z bilan isbot qila olmaysiz. Bu taassurot men mana shu yoshga kirgan bo'lsam, bunaqa endi ko'proq o'sha gaplar ощущение deydi, ya'ni hayajon bo'lgan emas. Ana Xudoga shukr, nafas olishlarimiz tekis, yuragimiz bir maromda. Sabab qalbimiz eridi, qalbimiz nima deydi? Juda ham bir bepoyon bir ko'lga aylandi. Shu darajada tiniq suvli ko'lga aylandiki, biz buni ancha-muncha so'z bilan isbot qila olmayapmiz, ifoda qila olmayapmiz. Allohga ming qatta shukr, mana shunday kunlarga yetib, buni orzu qilib, poyoniga yeta olmay qolasiz. Alloh endi katta hazlarga ham kelishni Alloh nasib qilsin. Biz albatta birlashib kelishni mana shu Alloh nasib qilsin. Shu kunlarda sog' salomat ko'rishaylik. Siz bilan ham Xudo xolisa hammanglar bilan. Duodamiz buni bu yoqqa Xudo xolisa yana ham qalbimizni eritib, yana ham qalbimizni jo'shirib, ibodat, faqat ibodatga mashg'ul bo'lishga Xudo xolisa ibodat. Mana bu safar keldik. Men 3-safar kelishim o'zi. Bir safarga boshqa firmalar bilan kelganmiz. Bu safar kelganimiz bir boshqacha bo'ldi. Boshqa firmalar bilan farqi bor ekanmi? Hozir o'shani farqini aytmoqchiman-da. Mana bor sayohatlarimiz. Qilayotgan ibodatlarimizda hammasida ilmli bo'ldi, xizmat qilishdi. Bilmaganimizni o'rgatishdi, ko'rsatishdi. O'z holimizga tashlab qo'ymadi. Sayohatlarimizni ham, payg'ambarimizning tarixlarini ham hammasini chiroyli qilib tushuntirib berdi. Ko'rmagan joylarimizga olib bordi, o'tgan safar bormagan joylarimizga. Mana bu yerlarda savob amallarni bajardik, sayohat amallarni bajardik. Ularda ham shu bolalar o'zlari hamrohlikda, birgalikda bir marta emas, mana 2 marta, 3 marta qildik. Biz ulardan minnatdormiz.
hamisha farzandlarini kamolini ko'rishni nasib aylasin. Mana shu xalq xizmatida charchamasin. Alloh rozi bo'lsin ular. Saxovat Travel haqida taassurotlarini Saxovat Travel o'zimizniki, men nima deyishim mumkin. Arzimagan narsamizni ham yuqori baholadi. O'zinglar ko'rdinglar. Biz sizlardan rozimiz. Sizlarga omad. Doim yuzinglar yorug' bo'lsin. U dunyo bu dunyo kam bo'lmanglar, duodamiz.